bunaqa holat hech kim boshiga tushmasin. Xullas, kanalim monetizatsiyaga ulangandan keyin pul tushadigan nima bor-ku, AdSense men ham yaxshi tushunmayman. O'shani noto'g'ri o'tkazib qo'yganman. Menga pin kod kelmadi. Avstraliyami, qayerni bosib yuborganman. Xullas, uni o'zgartirish iloji yo'q ekan. Qaytadan ariza beryapman, yana qabul qilmayapti. Men faqat bitta yo'li bor ekan, uni o'zgartirishni hamkorlikni uzib yana qayta monetizatsiyaga ariza berish kerak ekan. Menikini qabul qilmayapti endi. Sizlarga zo'r maslahatim, agarda kanalinglar bo'lsa, monetizatsiya so'rovi keladigan bo'lsa, sizdan обязательно AdSense ochganmisiz, hisob raqamingiz bormi deb so'raydi. O'sha joyda xato qilib qo'ymanglar. Professional odamlarga ochtiringlar. Chunki ko'ryapsizlar mana nima bo'layotganini. Yana bilmayman, ariza bosyapman, qabul qilmayapti. Kecha bergandim, ertalab отказ bergandi. Yana berdim, endi bilmayman. Sizlarni yordaminglar bilan ochilishi mumkin. Shu videoga обязательно like bosib, ko'p odamlarga tarqalishiga yordam beringlar. Xullas, kanalim normalniy bir videom prosmotr bo'ladigan bo'lsa, yana ulanib qolishi mumkin.